Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vela. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabıda bugün yanıla Muhtemed Allah'ınki hayatı münasebet mezmula tonuşturuladı. Bugün Ahmed ibn Tolun muvaffakını veli ehlilikten elip taşıp etti. Beyetini buzdu da bu adam. Muhtemed vasıtka mecburi yolsunda elip kirilge vaxtıda Ahmed ibn Tolun bu xəbərini anlap dərhal devletninki kattılarını, qazilarını, devletdeki sərdarlarını yığdı da, yığıb muvaffaq Muhtemed'in enisi oldu. Emirül Mu'minin, Halife Muhtemed Allah'ını halifelikten buzup taşlap bunu, şur etipdi, vədini buzupdu. İslam'ı derhal bunu veli ahdilikten ilip taşlanla depti. Hem de devlet o vaxtıda xili erken hem de. Padişahlık tüzümünü boşmu adette. Oradaki ulemalar, qazilar, bütün askeri kumandanlar birlik kemise o meselini hal qilib bo'lmaydi köp halda. Ular hammani boptu deb veli ahdilikten ilip taşıp etdi. Lekin şu vaxtki Mısır'ın dağınık qazisi Bekkar ibn Qutaybe yo'q. Bana Muhtemed'nin aynı vaxtada muvaffaqni veli ahdi qilib belgilaganlik haqida yorliqi kelgan. Sen bana Muhtemed'nin özünün namida muvaffaqni veli ahdilikdan ilib etgan yorliqini ko'rsat deb turib oldi. Ahmed ibn Tolun dedi ki, "Ey, o Nezarband aslında o bir bichara, onun kuchi yetmaydi o. Xat yazolmaydi o. Desme undaqni bilmayman." deb turib oldi da. Hamda Bekkar ibn Qutaybe devletni har qaysi oymoqlardagi beglar o'zining xohlagancha hukm chiqarish orqali xalifelikniki markaziy hukmronligiga ta'sirga yetmişsin. Bu orqali islom dunyosining birlik ittifoqlik nizomi buzilmasin degan qarashni yoqlagan bo'lishi mumkin. Ahmed ibn Tolun Bekkar ibn Qutaybe'ga ochiqlab, "Sen esa xalqning dunyoda bekkardek adam yo'q" degan shu yog'lim gaplari seni aldab qo'yapti-da, mag'rurlanib yashapsan-da. Va sen shu oljigan qirimda aqlingdan ozgan deb buni turmaga solab, kushallab bog'lab qo'ydi. Onunga berdigan neçiliniz bergen mal dünya tartıqlarının hemmini julup ilib oldi. 10 ming dinar pul ken şu vaqtida. Xabarlarda yetilishicha bu bergen pulni shu pechitini buzmay, hamiyam bilan pechiti bilan Bekkarning uyida shunda uchratgan deydi og'a vaqtida. Demak bu padişahın pulunu xərcləsini də durust görməydiğin qatardakı taqva qazilardan bo'lsa kerak. Muvaffaq bu avvalni anlagandan keyin dərhal Ahmed ibn Tolunni Bağdad o'zining shu Misrdan boshqa, Damashq, Suriyadan boshqa bütün davlat Xorasan hamma elda munbarlarda qag'aydigan xutba qilsa, xutbada qag'aydanda. Juma kuni padişah duo qildi-ku islom dunyosida. Dua qilgan o'rniga Allohning la'nati olsun deb duo qiladi buni. 270-yili bo'lgan shu Sha'ban oyida Muhtemed Allah'ni Samarraga qaytirib keldi. Poytaxtga. Bag'dodga kirdi xalifa. Muhammad ibn Tahir oldida shu neyzi bilan mangan qo'shinlar hammasi shu olqishlab xizmatida xuddi uningga hech bo'lmagandek, nazarbat qilinmagandek. Bu muvaffaqning hiylasi bu. Mush yil 270-yili Ahmed ibn Tolun dunyodan ayrildi. Biz Ahmed ibn Tolun haqida qisqacha bir to'xtalaylik. Ahmed ibn Tolunninki dadisi asli Farg'onalik, hozirgi Qirg'iziston tavasida Farg'ona vodiysidan kelgan ayni vaqtdagi bir qul. Vaqtida hamda bu padişah hujum qilgan vaqtida esirg'aga adamni shu bozorga chiqib setitigan paytlar. Bu adamning dadisimi shu qulluq tuzum bilan Bag'dodga kelib qolgan. Bu Bag'dodda bir ot vaqadigan bir odam bo'lganda, chunki Farg'onaliklar ayni davrdagi turklar Turkiston diyorida ot
beqish qiladi, mahir xalqlar hamda. Şu vaqt Bag'dodda xalifaning otlarini beqib, bu bolasi şu vaqt arabcha o'rganib, maktabda o'qib, madrasada o'qib, pishib yetilib, barbara orduda mansib o'sab, keyin shu Misrga vali bo'lgan Ahmad ibn To'lon. Bu Misrga borgan vaqtida To'loniya davlatini qurgan odam bu. Qurib, shu vaqtida piyodalar qo'shini, dengiz armiyasi deb yüz minglab askari vardı her bir bölümde. Bu Mısır'ın aynı vaxtdaki deniz armiyasini qurib chiqqan adam bu. Taxminan 100 ming askari bilan. O vaqtda Mısır, hozir Iordaniya, Suriya, Damashq hamma taraf bu Ahmad ibn To'longa qaraydi. Bu To'loniya davlatini qurgan, afsus bu odamni yosh dunyodan ketib qolgan. Bu bir iz yaratgan. Hozircha Misrda Ahmad ibn To'lon soldigan masjid Misrda bor hozir qadar. Bu masjid hamda Misr tarixidagi eng qadimiy masjid bo'ldi. Ömür ibn As masjidi qadimiy, ammo bu Ömür ibn As'ning masjidi keyin qatam silingan. Ammo Ahmad ibn To'lonning bu masjidi hozir qadar aslini saqlab qolgan birdan-bir masjid. Hijriya 263-yili, ya'ni miladiya shunda bo'lgan vaqtida 877-yilga to'g'ri keldi. Hozir Sayyid Zeynep'te bu masjid. Tarixchilar Ahmad ibn To'lonniki asli kelib chiqishi Türk 9 Oğuz qabilasiga tava deydi. Bu 9 Oğuz qabilasi bütün sharqshunoslar, Rus tadqiqotchilarininki fikri bo'yicha hozir Uyg'ur qavmi shu deb birlik kelgan. Bo'lapmi Türk tarixchisi Bartur'ning qarshida 9 Oğuzlar bugungi Uyg'urlar shu deb qaragan. Çünkü Ahmad ibn To'lonniki ata-onasi ayni vaqtida Samanilar tarafdan Qarxallar va Qarxallardan burunqi bu paytlarda asirga tushgan. Shu Sharq Buddist Uyg'urlar tarafidan da Turklar tarafidan asirga tushgan. Shuni buni ayni vaqtida Samanilarniki podshosi Nuh ibn Asad degan kishi xalifa Ma'munga dadisini To'lon degan kishini hadiya qilib sovg'a qilgan ekan. To'lon degan so'z hozirmi bizning tilimizda bor, to'lon oy degan gap shu. Ya'ni to'lon oy, naaytda shu to'lgan oy degan bo'ldi-da. Xo'sh, so'zimizga qaytib kelsak, Ahmad ibn To'lon dunyodan ketgandan keyin muvaffaq o'g'li Abul Abbosni Misrning valiligiga tayinlab, uni Misrga nurg'un Iroqning qo'shinlarini boshlab Misrga avatdi. Ahmad ibn To'lonning Xumarvey deydigan bir o'g'li bo'lgan. Bu Xumarvey Ahmad ibn To'lonning o'g'liga vali bo'lgan Misrga shu vaqtda. Podshoh ham deydi vaqtida. Shundan bu muvaffaqning o'g'li Abul Abbos bilan Ahmad ibn To'lonning o'g'li Xumarveyning orasida nurg'un cho'ng urushlar bo'lib, yer jahon qonga bo'yilib ketdi. Oxir g'alaba Misrlikning bo'ldi. Yana Xumarvey hokimiyat beshida o'tdi. Bu davlatmi keyin jiq davr süramagan. Bu Ahmad ibn To'lon kuchli bir podshoh o'lgandan keyin bolalarning orasida taxt talishlar bo'lib, uzun davr süramagan. Mush yilning o'zida 270-yili Bag'dodda İsa daryosi balkim Abbosiylarniki shu vaqtgi bir shahzodasining ismi İsa'ning ismi bilan qo'yilgan o'stan bo'lishi mumkin. Bu yerda bir o'stan tishib shu selkilib bu suv Karax hozir Bag'doddagi bir yez qishloqlarda. Shu yergacha suv kelib 7000 uyni buzib o'tdi, sel kelib deydi. Shu yilning o'zida Rimliklar Tarsus shahriga 100 ming qo'shin bilan besib kirib, qilgan bosma g'albi musulmonlarga nisb bo'lgan. Sanab bo'g'ili bo'lmag'ida g'animatni olgan deydi. Bular misli ko'rilmagan fathi bo'lgan bu vaqtda deydi. 270-yilning o'zi degani bo'lgan voqealiklardan Yemenda keyingi Misr xalifalari Fatimiylarning cho'ng bovisi Abdullah ibn Ubayd degan Mahdi nomi bilan bo'lgan bu kishiningki Fatimiy Shia davati tashviqoti namoyon bo'lgan Yemenda. 278-yilga qadar bo'lgan oraliqda tashviqot elib berib, 78-yili davlatni qurgan. Osh yili Mag'riblik Kutama qabilasi bilan birga kelib haj qilib,
Bu kotameliklerini tesirlendirip bular bunu Mısır'a elip verip bu Ubeydullah Fatimi ulardan ait ixlasmen, güçlük, itaatmen adam ekanligini his qilgandan keyin ahir ular bilan Mag'ribga borgan. Mag'ribga borgandan keyin tunji qitim Fatimilarning davlati mushu davlatning qurilish sababi boshlanishi Mishadan boshlangan. Demek her qanday bir davlat, bir muassasa bir qurmoqchi bo'lgan adam cho'qim uning fikri aniq bo'lishi kerak. Mayli u to'g'ri fikr bo'lsin, mayli xato fikr bo'lsin, uningda bir nishon belgilangan, ma'lum bir fikr bo'lishi kerak shu doirada. Shu vaqtida shu fikr ustiga qurilib, amaliy natija keyin ko'rildi. 271-yil bo'lgan vaqtida Imom Suvliyning deyishicha Harun ibn Ibrohim al-Hashimi bu davlatning ayni vaqtidagi hisba, yani amr ma'ruf ishlariga mas'ul bo'lgan bu odam. Bu ayni vaqtida bu amr ma'ruf ishlari faqat bu nimaga ham qaratilmaydi. Bu bozor boshqarish, moliya boshqarishni o'z ichiga olib ketadi. Ko'pincha bozor boshqarishning ishlariga mas'ul. Navoiyning yo'g'on bo'lib qoldimi, kichikmi? Qassobning go'shi sesib qolgan go'shini sotdimi, sotmadimi? Degandek o'xshash ishlarni tekshiradi ularni. Bu adam Bag'dodliklarni shu vaqtida fulus bilan muomala qil, savdolar qil deb buyurdi. Fulus ma oltin, kumushdan, tilla, dinardan boshqa, kumushdan boshqa ayrim bir to'mi, itivan, hozir qog'oz pulni ishlatganga o'xshash, shu vaqtdagi bir pul turi hamda to'midek narsalar yasab qiladigan. Xalqlar majburiy yo'sinda shuni bilan muomala qilgan bo'lsa-mu, keyingi mezgilda bundan qutulgan, tashlab qo'ygan deydi. Endi rivoyat topmagan demakchi. 278-yil bo'lgan vaqtida Misrning Nil daryosi qurib ketdi. Suv qolmadi deydi. Shu yerda mal bahosi dahshat o'rlab ketdi. 278-yil bo'lgan vaqtida Mu'tamadning inisi muvaffaq o'lib ketib, Mu'tamad buning balosidan qutuldi. 278-yili bo'lgan vaqtning o'zida Kufada qaromatlar vujudga keldi. Bu bir dinsiz firqa, zindiq firqa bo'ladi deydi. Qaromatlar. Bu keyingi mezgilda Kabe'ninki Mushajarul Aswadni ep qochgan Rafizilar shu bo'lar. Bu o'z paytida so'zlaymiz bu vaqtda. Ularniki muhim so'zlardan adam junub bo'lib qolgan bo'lsa, g'usl qilmaydi. Aroq halol. Yilda faqat 2 kun ro'za tutamiz. Nayruz kuni, No'ruz kuni, ya'ni Mahrajan bir bayram kuni 2 ro'za tutsak bo'ldi. Hatta ular azanda boshqa namozlik azanda, ya'ni bo'lmug'ir shiorlarni qo'shib qo'ydi. Muhammad ibn Hanafiya Allohning elchisi, haj va qibla degan Baytul Maqdis qarab o'qiymiz. Degandek ularning nurg'un so'zlari va qo'shib etgan islomga. Bularning bu so'zi nadan, yez qishloqdagi mushta odamlarga ta'sir ko'rsatib, xalqlar bularniki nurg'un dadin tatgan, bak charchagan. 279-yil bo'lgan vaqtida Mu'tamadning ishlari natibak ojizlab ketdi. Chunki muvaffaqning yana bir o'g'li va Misrga vali qilib avatgan Abul Abbas degan. Bu huquqni o'zi kontrol qilib olgan. Qo'shinning butun shu itoatni mushning qo'lida. Amalsiz Mu'tamad bir kuni ommaviy so'rinda bir o'ltirib, bu yerda shohidlikqa, guvohlikqa odam ekilib o'ziga. O'g'lim Mufavvazni vali ahdlikdan ilib tashivatdim, hamda Abul Abbasga bayat qilinglar deb bayat olgan. Buni Mu'tazid deb bunga laqam, hurmat nomi bergan. Ana mush Abul Abbas Mu'tazid mush yili buyruq tushirib, yo'llarda munajjim o'ltirishga bo'lmaydi. Munajjim degan shu yulduz ilmi qilib Baxshidaqon o'xshash bunda g'aybdan xabar berdiganlar. Yulduz ilmidan ma'lumot elib. Kahillar, ya'ni biri maddahlar. Bularni shu yo'lda o'tirib, hamda vaqtida hozirgidek televizor, kompyuter va qizar binasi yo'q. U vaqtida xalq ko'ngli ochadigan narsalar, shunday kishilar xalqni egallab olgan.
Məddalıq qılıdı, tarix sözləydi, hikayə sözləydi, ədəbiyyat sözləydi, qoşaq sözləydi. Mana bu xalqның көңіл açıdığan, fikir almashtırdıgan birdən bir sorunu şu. Şunun bilan muş xat köçürdiganlar var mesela. Xat qog'oz yozilgan. Burun Qashqarda batı var mesela vali mahkamaning oldida o'tirib, xattatlik qildigan biri, az yozilgan işte bir odamni oladigan. Shunga o'xshash. Bularni hamda faylasuflarning kitobini satmaysa, andan mushu ahli kalamchilarning kitoblarini satmaysa degandek shu qasamni ilib olgan dedi. Demek bu adam devletninki umumiy şu ma'rif sistemisiga ma'lum darajada tusish kirgizganda qiladi. Xalifa Mu'tamad shu yili uzoq o'tmaylar tuyuqsiz o'lib ketdi. Ba'zilar bu zaharlangan debdi. Ba'zilar debdi uxlab qolgandi. Bular shu adiyal ko'pidek narsaga ishtab bo'g'aplam, yepiplam o'tdagan deb manda deyilibdi. Bu ya'ni Recep ayınınki ahırqı, yani 10 neç gün qalğan vaxtıda düşənbə gün keçdi bu vaqa. Demək bu adam 23 yıl taxt o'tdağan bu biçara əmdə öz padişahdək mi bolanmağan, xəlifədək mi bolanmağan fuqsi birdən xap qılıb, birdən fuqsinin balası xap qılıb degəndək. Əmdə inisi muvaffaq tərəfindən ait köp nəzərbənd ilinğan, zulüm uçurğan deməyimiz əmdəliqi qo'chaq bo'lib qolgan. Chunki muvaffaq o'zining inisi umum ishlarni mushu kontrol qilib olgan. Demak bu odam o'zining inisi muvaffaq tarafdanmi, inisining bolasi mu'tazat tarafdanmi ma'lum nuqtada nazarband qilinib qo'chaq shaklida dunyodan ketdi. 23 yil hokimiyat bo'lgan bo'lsa-mu, qilgan ishi az. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.